Ma'lumki dunyo hayoti mo'min musulmonlarga berilgan katta bir imkoniyat. Bundan musulmon odam foydalanadi va har bir banda dunyo va oxiratini shu ma'lum mulk bilan obod qilishga harakat qiladi. Dinimizning ko'rsatmalariga binoan mo'min odam dunyosini deb oxiratini, oxiratini deb dunyosini unutmasligi kerak bo'ladi. Balki mo'min odam ikkisini ham ikki qo'lida mahkam tutishligi kerak. Oxiratni deb dunyoni tark dunyo qilmasligi kerak. Dunyo deb dunyoga sho'ng'ib, oxiratini esdan chiqarmasligi kerak. Dinimizda mol va dunyo topish yo'lida harakat qilish, mehnat qilish, yelib yugurish qoralanmagan. Balki insonning mol va dunyoga hirs qo'yib, dunyoning ketidan oxiratni esdan chiqarishligi qoralangan.